Gerda, sen shu yerda turib tur. Men qurilma uchun asbob anjomlar qilib kelaman. Xo'p, bobojon, men sizni shu yerda kutib turaman. Hech qayerga ketib qolmagin. Professor qurilmani tuzatish uchun unga asbob uskuna qidirib ketdi. Gerda esa qo'g'irchoqlar olamiga tushib qolganini bilmas edi. Shu payt uning oldiga qo'g'irchoqlar chiqib kelishdi. Hey qizaloq, sen kimsan? Sen qo'g'irchoqmisan? Yo'q, men qo'g'irchoq emas. Men insonman. Mening ismim Gerda. Bizni yomon deb o'ylama. Sen bu yerlarda nima qilib yuribsan? Men bu yerga adashib kelib qoldim. Men ukam Kayni qidirayotgan edim. Uni yovuz qo'rqon akasi o'g'irlab ketdi. Ha, Karamas-Baramasmi? Yo'q, Karamas-Baramas emas. U qo'rqon akasi. Bizning dunyomizda ham shunday yovuzlar bor. Bizni yomon deb o'ylama. Biz senga yordam beramiz. Agar mening yordamim kerak bo'lsa, meni chaqirasan. Mana bu kalit hamma eshikni ochadi. Buratino Gerdaga sehrli kalitni berdi. Bu kalit xohlagan eshikni ocha olar edi. Rahmat senga, Buratino. Men bu yaxshilikni hech qachon unutmayman. Hay, Buratino. Shunday qilib qo'g'irchoqlar ham Gerdaga yordam berdi.